Telegram haqida video. Assalomu alaykum, sizlar bilan Otashi. Bugun biz Telegramdagi tilni, ya'ni launchni o'zgartirishni o'rganamiz. Buni ko'rsatishimdan oldin like va podpiskani bosib qo'yinglar. Oyning oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi Telegramga kiramiz. Telegramga kirganimizdan keyin sozlamalar turibdi. Sozlamalarni ustiga bosamiz. Bosgandan keyin mana shunday fon chiqadi. Fon chiqqandan keyin pastga o'tkazganimizda tilni ustiga bosamiz. Manda o'zbek tili qo'yilgan. Agar boshqa tillarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shuncha til turibdi. O'zgartirsangiz bo'ladi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosib qo'yinglar. Agarda yana shunday foydali videolar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tsanglar bo'ladi.